Birinchi etap infinibrotomiya. Krujkoviniyni biz bitta bosib ko'ramiz. Mobilniy xatti-harakatlanib ko'ramiz. Endoskopga tikirayotganda yaqin olib borib olish kerak emas, uzoq olib ketish kerak emas. Mana mana standart. 1-2 sm uzoqlikda orqada. Chiqayotganda, kirayotganda baravar kirib chiqish kerak. Ya'ni siz hozirdan shuni o'rganib, uje hozirdan mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Infinibuni tortib, sekin oldinga olib kelamiz buni. Agar joy yopishgan bo'lsa, yopishmagan bo'lsa, joy bemalol bo'lsa, uje obratniy bilan kirib olsanglar bo'ladi. Buni ochishi obratniy bilan kirish mumkin yoki uloqsimoq o'siq bilan kirish mumkin. Biz ko'proq obratniy bilan kirib olamiz. Chunki bizda o'rganayotgan bolalar ham bitta shu bilan kirib o'rganadi va shu xavfsizroq. Kirayotganda ham xuddi shunaqa. Agar ichiga anaqa kirib tusholmayotgan bo'lsangiz, branshani ochib olib, sekin buni surib, chiqib olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi kirayotganda odatda bulla xalaqit qiladi. Bulla. Qiynalsangiz, bullani oldingi yuzasini olib oling, keyin kirib ham ochasiz. Hech narsa qilmaydi. Endi aytishadi, tartib bor, qoida bor deyshadi, to'g'ri, lekin qachon keladigan joylari ham bor. Qachon keladigan joyda bullani pastki qismi olinadi, ozgina bullatomiya qilinadi, obratniy uchun joy ochiladi va keyin kirib olinadi. Yoki o'roqsimoq o'siq bilan kirib tushib olinadi. Birinchisi bizni obratniy bilan oldik, ochdik, orqa infinibuni tushdik mana. O'rta qismini olma, hal etdim-ku, pastki uchdan bir qismiga. Va ozgina tepaga qaratamiz, ozgina. Bitta chopdik. Ozgina ochamiz. Yana olamiz. Yana ochamiz. Yana olamiz. Yulib tortmaylar joyida. Orqaga oldinga olib kelsanglar bo'ladi. Severtaylar. Hop. Ochib oldik. Endi srazi tepaga chiqib ketib, vertikal qismini olmaymiz. Nimaga? Chunki tepa olganingizda qon oqib pastga yopadi. Birinchi pastki muammo hal qilib olish kerak, undan keyin tepaga chiqish kerak. Hop, endi ochdikmi? Mana bizani gamira tabiiy teshigi. Ko'rdinglar? Bu tabiiy teshik. Çevir bering. Gorizontal qismi qoldi. Sekin olamiz o'zini. Shu usulni qilishga harakat qilinglar o'zingizda ham. Buzont bering. Nimaga? Tushuntiramaslig'i. Chunki qancha chandiqlanishni oldini olsanglar, operatsiya ham shuncha zo'r bitadi. Buni otini uncinate flap deydi. Ko'p disseksiyada kirasan, olib tashlaysan deydi. To'g'ri, olsa ishimiz oson bitadi, tez bo'ladi. Lekin bu yerda maqsad, bizning maqsad o'zimizni, otamizni, onamizni, bolamizni operatsiya qilgandek qilishimizda. Ya'ni biz o'zimizga yaqinimizga nimani ravo ko'ramiz, xuddi o'shani biz boshqa bemorlarga ravo ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana shu gorizontal qismi.